Hiç o'ylab ko'rganmisiz? Nega aksariyat narxlar doim 9 bilan tugaydi? 999, 1999, 9999. Nega shunchaki 1000 deb qo'yishmaydi? Bu iqtisodiyotni oson tushuntiraman rubrikasining ikkinchi qismi va bugun narxlar haqida gaplashamiz. Bu usul psixologik narxlash deb ataladi. Gap shundaki, miyamiz narxlarni to'g'ridan to'g'ri emas, balki hissiyot orqali qabul qiladi. Shu uchun biz narxlarni chapdan o'ngga o'qiymiz va narxlar unchalik balanddek ko'rinmaydi. Bu strategiya hamma joyda ishlaydi. Supermarketlardan tortib onlayn do'konlargacha. 9 raqami oddiy ko'ringan bilan kuchli psixologik ta'sirga ega va odamlarga narx pastroqdek ko'rinishni ta'minlaydigan hiylalardan biri va bu xulq-atvor iqtisodiyoti deb ataladi. Narxning oxiridagi 9 raqami sizni go'yoki foyda olayotgandek ko'rsatadi, hatto chegirma bo'lmasa ham. Agar sizni narxlar ortidagi psixologiya yoki kundalik hayotdagi iqtisodiy hodisalar qiziqtirsa, mavzuni izohda qoldirishni unutmang va albatta obuna bo'ling.